Buni oqlashini. Ey, tur. Bir konteyner yuk tushirib qo'yganmiz, sotishimiz kerak endi buni hammasini. Tur. Arzon narxda berish kerak hammasini. Davay video olamiz. Assalomu alaykum. 2 kishilik divan so'raganlarga mana 2 kishi bemalol foydalansa bo'ladi. Yonboshlarida cho'ntaklari ham bor. Telefoningizda boshqa narsani xolos bu narsani tiqib qo'yib maza qilib bo'ladi. Materiallari yumshoq, hech qanaqa karkasi yo'q. Ikki tarafida ham cho'ntagi bor. 2 kishi bemalol yotib olsa bo'ladi, bemalol. Sifatiga 5 yil garantiya beramiz. Narxi 3.800.000 so'm. Kommentariyada plyus qoldiring, zakaz qilmoqchi. Assalomu alaykum. Hamma sotib olishni xohlayotgan ushbu karkassiz divanlar haqidagi to'liq ma'lumotni hozir men sizlarga beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, o'tkazib yubormang. Hech qanaqa havo emas, to'liqligicha paralon. Hech qanday ezilib, boshqa narsa qilmaydi. Qo'limdagi koptok bilan ichidagi material bir xil, xohlaganingizni ezganingiz bilan o'zini qayta tiklab oladi. Mana ezib ko'rsatyapman. Ko'ring, sifatiga 100% garantiya. 5 yil garantiyasi bor. Razmerlari 4,5 metrga 1.60 bo'ladi. Ustiga chiqib bemalol sakrasangiz ham, boshqa narsa qilsangiz hech qanaqa ezilib qolmaydi, boshqa narsa qilmaydi. Bemalol mazza qilib ishlatasiz. Ichlari mana to'liqligicha paralon, hech qanaqa ulangan joyi yo'q, boshqa narsa joyi yo'q. Ustidagi materiallarni bemalolligicha olib, yuvib, keyin qaytadan taqib qo'yaversangiz bo'laveradi. Xullas, sifatiga 5 yil garantiya. Sotib olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plyus qoldiring, o'zimiz aloqaga chiqamiz. Narxi 4,5 million so'm. Assalomu alaykum. Karkassiz divanning 1 kishilik modelini so'raganlarga men topib qo'ydim. Mazzami. Juda yumshoq, o'tirganda quchoqlab oladi. Mazza qilib o'tirib dam oladigan ekan. Narxi 1,5 million so'm. Zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plyus qoldiring.